Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Yana bitta Art Gloss ishimiz, xudo xolasa o'z xonadon egalariga o'rnatib berdik. Juda chiroyli tarzda, plotniy shaklda. Chaklari ham chak-chakiga kelib ketdi, xudo xolasa. Uyda egalarini ham ko'ngli ochiq inson ekan. Shunaqa insonlarni uyda ish ham o'zi yugurib o'rnaydi-da joyigacha. Xudo xolasa o'ta go'zal bo'ldi. Ko'ngli ochiq, samimiy insonlar ekan. Har doimgidek chiroyli tarzda 1.8 akrilda mashinalar chiroyli tarzda 100% pulqi qo'shadonlari ham bor. Ichida ko'rganingizdek rusur paqir so'shilka. O'zi bilasizlar, doimgidek bizda bonus bo'ladi. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak 3.40 joyga, balandligi 2.30 joyga o'ta go'zal holatda, chotki bo'lib, xudo xolasa chiroyli holatda o'rnatib berdik. Xo'p, do'stlar, bunimiz oltin ko'rgan o'rnatib chiroyli tarzda ustunovkasini qilib, gaz vitishkasini keyin olar ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib ustunovka qilib olsa, o'ta go'zal holatda tushdi ishimiz. Xo'p, summasiga keladigan bo'lsak, do'stlar, eng qiziq joyi shu turish mana shu komplet 7 million so'mga tushdi do'stlar. Vodiy ichi dastlabki ustunovkasi besplatniy. Pagonometriga keladigan bo'lsak, 1 metr o'zi aslida 2 million 300 ming so'm. Bularning joyi standartligini hisobiga 7 million so'mga dastlabki ustunovkasi bilan birga qilib berdi chiroyli tarzda. Agar joyingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, 1 metr tepa past hisoblanadi. 2 million 300 ming so'mdan vodiy ichi dastlabki ustunovkasi besplatniy. Kimga yoqqan bo'lsa, xudo xolasa bitta like mehnatimizga chiroyli kommentariya bildirib ketasizlar. Shkaflari, tepa shkaflari. Uyga gaz bilan usharlar xolasa. Bu tepalarda po'rcha. Juda go'zal holatda qo'yish. Pastdan bilan qo'llarni bemalol chiqarasizlar.